Qizimning xotirasi. Bugun saharda uyg'onibla, oqshomqi hayajonlarimning yanala shu pet urg'ib turganligini his qildim. Balkonga chiqib, saharning sap havosidan to'yib nafas oldim. Bu yil kuz fasli to'dimi yaxshi o'tyotdi. Ba'zida hatto temperatura 20 Selsiya gradusdan eshib, odamga orombaxshlik illiq havo davom etyotdi. Qizimning uyi Arva deydigan bir daryoning bo'yida bo'lg'ashqa, har qitim qizimning uyiga kelib qo'nib qolsam, saharda o'rnimdan turibla balkonga chiqib, xuddi tunji qitim ko'rayotgandek atrofdagi manzarlarga zuq bilan qarab ketaman. Bugun meni ko'k osmonliq ochiq bir kun kutib oldi. Saharning havosi sal sovuq bo'lsa-mu, uyqudan yangi uyg'ongan tanga bosib kirib, odamning ruhini jonlantiradi. Mana, sus yeshil qosh-tish rangidagi daryo suvi tip-tinch iqiyotdi. Bir necha o'dak suvda erkin o'sib yuradi. Daryo bo'yidagi ikkirat daraxtlar garchi kuz faslidan bishorat berib, yop-yeshil yo'pirmoqlarning rangini qizg'uch, seriq, sus yeshil degandek ranglarga o'zgartgan bo'lsa-mu, xuddi yo'pirmoqlardan ayrilishga ko'z qiymay, ularni mahkam tutib olgandek, yanala shundoq mazmut ko'rinadi. Bu daraxtlar orasidagi piyodalar yo'liga tushgan kuz yo'pirmoqlari xuddi ranglik poyandozdek bu yo'lga texmi go'zal bir tus bergan edi. Odatim bo'yicha ishqa minishga taraddudlandim. Ammo kecha uyqularimni allaqayoqlarga qochirib, meni xeyli vaqtlargacha uxlatmagan tugamas o'ylarga, oqshom qizim bilan bo'lgan suhbatlarimizga ixtiyorsiz qayta shunq'udim. Tünügün kechlik tomoqdan keyin qizim bilan paranglashib o'ltirib, bir kitob to'g'riliq so'z echildi. Qizim u kitobni kitob ishkobidan izlab yurib, qo'liga bir xotir daftarni oldi. Xotira daftar necha yillardan beri qo'lga ilinmag'ashqimi, ustiga biroz to'pichanglarmi qo'ngan edi. Ajab chiroyli toshli xotirkan qizim, akling'a bir ko'rib boqay, dedim men qiziqib. Qizim xotirining ustini pok surtib etib, bu men burun kechirib yozgan, men eng yaxshi ko'radigan she'rlar apa. Uzun bo'pti, qo'limga olmag'ili, degash xotirni menga uzatdi. Bu xotirning muqovisi biz Uyg'urlarning naqqosh san'atiga o'xshab ketadigan rasmlik tosh bo'lib, har xil rangdagi chechaklar bilan to'lgan nafis bir parcha surat bilan ishlangan edi. Birinchi betini ochdim. Qizim o'zining ismini Uyg'urcha yangi yoziqda, ko'n yoziqda va xanzucha yozib bo'lib, dadasi va mening ismimni familiyalarimiz bilan qo'shib ko'n yoziqda yozibdi. Bu betning atrofini ramkalab, gullar, yulduzlarni sizib bezib, xuddi bu xotirasining kirish so'zini bergandek bo'pti. Ikkinchi betiga o'tdim. Bu betning to'rt bo'longiga ham oddiy, ham umaq kichik gullar, o'ttirsig'a kichikdan tadrijiy cho'ngaygan halqasimon shakllik chechaklar sizilgan edi. Uchinchi betiga o'tishim bilan hayronligim xuddi dengiz qirg'oqlariga urilgan to'lqinlardek o'rlashga boshladi. Bu betdan boshlab qizim sol betga bir parcha rasm choplab, o'ng betga she'r ko'chiribdi. Ko'zim darhol bahor chillayman degan temaga tushdi. Bu she'rni men necha qitimlab o'qigan. Hatto bir necha kupletni yodlab olgandim. Xalqimizning qalb to'ridan o'rin olgan mashhur yozuvchimiz, shoirimiz marhum Abdurahim O'tkirning bu she'ri qahratan zimistonda g'al-g'al titragan, qanchilgan yuraklarni illatmagan. Qanchilgan umidsiz ruhlarga jon berib, yangi hayot yo'liga boshlamagan. Yana qanchilgan kishilarga g'ayrat, jasorat, umid mash'allarini tutqizib, yuksak g'oyaning sarkilariga aylantirmagan. Bu
Bu bir şiirli emas. Bu bir abide. Bu biz Uyg'urlarning qiblanamisi. To'rt ko'plit she'rni jarangliq o'qib chiqdim. She'rni o'qib bo'libla qizimdan "Bu xotirni qachon yozgandingiz, qizim?" deb so'radim hayajon bilan. Shveysariyaga eng kelgan vaqtimda, ya'ni 14-15 yillar ilgari, siz oldirash bo'lgandan keyin darsimni o'rganib bo'libla, shu kitob o'qig'ach, yaxshi ko'rganlarimni ko'chirib olgandim, deb javob berdi qizim. Keyingi batlarni varaqlashga boshladim. Fransuzcha oddiy tildagi ikki parcha she'rdan keyin inglizcha kechir deyish hammadan tez so'z bo'lsa kerak. Ya'ni sorry seems to be the hardest word. Ondan hamma dasturayli, ya'ni all right degan ikki naqshining teksti turibdi. Men qizim 3 yoshlarga kirgandila inglizcha o'rgatishga boshlagan bo'lg'ashqa, 12 yoshida Shveysariyaga kelganda fransuzchani tex bilmagachga inglizcha so'zlab maqsadini tushundira oladi. Blue, ya'ni ko'p degan bir guruhining naqshlariga to'liq herisman edi. Shunga bu tekstlarni ko'rib ziyoda hayron bo'lmadim. Shu chaqlarda ajoyib yaxshi ko'ratdingiz bu guruhdagi naqshchilarni. Ha opa, o'mi shundoq bir davrdi. Ondan beri turkcha tema qo'yilgan betga keldim. Yağmurlar ıslanmasın. Bu bir muhabbet naqshisining teksti edi. Qandaqlarcha bu turkcha naqshining tekstini ko'chirib qoldingiz, qizim? Qizimning javobini kutmayla ko'zim iz degan sarlabaga tikildi. Sol betiga qizimning 12 yoshga to'lgan tug'ilgan kunida biz shu kuni o'ltirib Janba ko'li, ya'ni Limon ko'li saylis qilgan paraxotning kapitani bilan tushgan rasmi chaplangan edi. O'ng betiga ulug' shoirimiz marhum Abdurahim O'tkirning 4 kuplitlik iz degan she'ri ko'chirilgan edi. Yo'q, izni she'r degandan o'tmishimizning yakuni, kelgusimizning nishoni desak, texmi to'g'ri bo'ladi. Qizim so'z boshladi. Apa, 5-6 yosh chaqlarimda menga iz va yana tugumas naqsha, ikki haykalning uchrashishi degan she'rlarni yodlatgandingiz. Cho'ng uylarga borsam, cho'ng opam, cho'ng dadamlar. Mahalliga chiqsam, xulum qo'shnilar Dilfruz izni bir o'qib bering-a deb turib oladi. Bir qitim texi Yulg'un restorandagi bir xatni to'ydimu, men bu she'rni deklamasiya qilib bersam, bir necha dadash kelib menga pullarni berib ketgan. Esingizdami? Shu vaqtda o'rgangan she'rlarimni bakli yaxshi ko'raman, ham faqat unutmayman, apa. Esimda bor albatta. Qizim kichik chaqlarda o'zim yaxshi ko'radigan she'rlardan 5-6ni qizimga yodlatqizgandim. Deklamasiya qilganda cho'qim ruhliq bo'lishini talab qilatdim. Chunki men uchun bu she'rlar mashhur shoirlarimizning millatga bo'lgan cheksiz mehr muhabbati va kamolatga yetgan aql idrak tuyg'ularining mahsuli bo'lib qolmasdan, davr bo'ronlarida behuda to'kilgan qon ter badliga kelgan muqaddas asar ham tepilg'usiz ma'naviy boylik hisoblanadi. Shuning uchunmi qizimni uyda deklamasiya qildirganimda sal bo'shanliq ko'rilsa, tirkib ketatdim. Ba'zida zardim bilan "Bundaq o'qigandan ko'ra o'qimayli qo'ying. Yaxshi o'qimasangiz, bu cho'ng dadashlarga behurmatlik qilgan bo'lasiz" degan vaqtlarimda qizim darhol xuddi hozir jangga otlanadigan kichik jangchidek qaddini ruslab, bu she'rlarni qayta deklamasiya qiladi. Lekin har qitim boshqalar oldida deklamasiya qilganda bo'lsa, qilch tortinmay astoydillik bilan bir boshlab ketdimi, "To'xtang, bo'ldi qiling" demigicha bir necha she'rni birining keyindan birini ulab, shu qadar jonliq ham jarangliq o'qib ketadi.
Şu əslimələrim bilən jiraqlab ketib etib, nəzirim ixtiyarsız şeir ostidagi suz seriq rangda sizilgan qum barxanlarıga, suz qora ranglarda sizilgan oyoq izlariga, qizg'uch ranglik, kashlik ufuq manzaralariga oqdi. Bu ay bu kunlarda əslimo yig'lang'i bo'lib ketiyotatdim. Bu rasmni ko'rib o'zimni tutolmadim. Yoshlarim menga bo'y bermaydi. Xuddi ipi uzilgan marjandek ko'zimning hammali yerdan to'kilishga boshladi. Ham go'yo menga bizni erkin qo'yib et, bizni hozir to'kmay qachon to'ksan deb atqandek qiladi. Shundaq men qizimdan so'yinib atatdim. Qizimdan faxrlanib atatdim. Qizimdan rozi bo'lib atatdim. Qizimni bag'rimga bosdim. Biroz aslimga kelib olgandan keyin texmi qiziqish bilan batlarni o'rishni davomlashtirdim. Bu batda mashhur qo'shtilliq yozuvchimiz marhum Abdukarim Xo'janing Haykal degan she'ri. Yanda qizimning mumisi Saodat Emin opamning bo'yniga gira silib, manzillarni yiqib, kulib tushgan rasmi. Keyingi uch batda atoqli shoir Tohir Tolibning Sulaymon Guvoh degan she'ri. Yana bir batda Abduxoliq Uyg'urning Uyg'on degan she'ri. She'rlarning har birini to'liq ham ovozimni qo'yib berib o'qib chiqdim. Keyingi bir necha batlarga fransuzcha, inglizcha, nemischa she'rlar ko'chirilgan edi. Ondan vujudimda yana bir yangi to'lqinlar ko'tarilishga boshladi. Ko'z oldimda men o'qib baxmagan she'rlar. Nimshehidning 20 kuplitlik Aldida degan she'ri. Tursunbek Ibrohimning 8 so'rtim nomli satirik dastonidan ilingan 7 kuplitlik parcha. Danliq shoirimiz marhum Tayyibjon Eliyobning Tivilg'a nomli she'ri. Danliq yozuvchi shoir Roza Saidning Bil yurak so'zim degan 2 parcha she'ri. Bu she'rlarni men rasli bilmaydi ekanman. Birdan o'qib, xuddi bir angushtar tepib olgandek hayajonlanib so'zlab ketdim. Qizim, bu she'rlarni men o'qib baxmabdi ekanman. Bak esil she'rlar ekan. Qizim tamkinlik bilan so'z boshladi. Men bu she'rlarni bir necha qitim o'qib, yaxshikan deb tanlab ko'chirgandim, appa. Meni dal mushundaq she'rlar "Sana ko'ydim, menga ko'yamsan, seni olmasam o'laman" degandek tetiqsiz naqshlardan jiroq tutgan. Odam kichigida olgan tarbiya bek muhim ekan. Odamga qaysi yo'lni bo'ylab ilgirlashni o'rgatadi ekan. Shu tarbiya bo'lg'ashqa fransuzcha yoki inglizcha tillarda tanlab o'qiydigan asarlarimni yerliklar yoqtirib o'qiydigan yoki adabiy ijodiyat mukofotlariga erishgan kitoblar bo'ldi. Vaqtim bo'lsa, uyg'urcha kitoblarni o'qishni qayta boshlab olsam bo'ladi. Qizimni yana bag'rimga bosdim. Rahmat qizim. Bu xotirangizdagi mundan 10 yil ilgari Әмділа 12-13 yaşlarga kirgan o'smir chaqlaringizda ko'chirib yozgan. Men hatto ko'ribmi baxmagan esil she'rlarni o'qib, bir harduqim chiqqandek bo'lib qoldim. Gerçi ona vatanimizdan 12 yoshingizda ayrilib bu yerga kelgan bo'lsingizmi, ishonch bilan ayta olmaymanki, sizning Uyg'ur tilingiz, milliy ruhingiz, Uyg'urlik g'ururingiz vatandan ayrilmay yashayotgan tangtushlaringizninkidan ortiq bo'lsa ortiqki, hargiz kam emas. Uchqundan yong'in chiqadi degan gap bor. Sabiy chaqlaringizda qalbingizning eng cho'nqur qatlamlariga o'rnagan bu uchqunlar ilgari bo'lsin, keyin bo'lsin, cho'qim bir kuni vatanimizga, xalqimizga bir kishilik hassingizni qo'sha oladigan odam bo'lib chiqishingizga turtki bo'lg'usi.
Мен бәк хош болдым, қызым. Улық Алланың маңа сіздек бір перзент бергенеге мың шүкірләр женім, қызым. Апа, халысыңыз бір-екі шиырны үнге еліп тәйярлайлы. Бұрын ішлеген музыкаларымдан бұл шиырларға муапық келді қаллары чоқым чықыды, деді қызым. Мен гоя дәл шуны күтіп тұрғандек, болуды қызым шында қылайлы. Дәпла музыка таллашқа кірішіп кеттік. Қызым 5 yaşlığa кіргенде, Үрімчідегі Сәнәт институтының даңлық пианино оқытқышысы Хуршида апайдың пианино дәрсі елішіні башлаған еді. Арыдың бірнәтші ай өтіп, қызымда хел илгірләш болды. Шуңа дадысының анчы қошылып кетмегенге қармай, бір пианино сетіп алдым. Әм күнде енді тұрып мәшік қылдырдым. Дәсләп қызымға мәктәптен келіп, тапшырықларны ішләп болғандың кейін, сыртқы шығып, мәхәлләдегі балалар білән білі ойнашының орныға пианино алдыда олтырып, бірәр саат мәшік қылыш иғыр келді. Елім есімді. Сыртта балаларның чоқан селіп ойнаған авазларын аңлап, қызымның қолы пианинода, әмма маңы ялы вұрғандек йығламсырап қарашлары. Бәзіде, әтта өзімнің мұ бәл қойып әткілерім кеп кеткәлдері. Қызым кичкедалла xuddi чоң әдәмні кичкілтіп қойғандек бір ішіні түшендірсем түшінетті. Жайылы қылмайды. Учақлада мен Хуршида апайның 2 баласыға әңгіліші дәрс береттім. Есапта Dilfuruzның 1 саатлік пианино дәрсі 2 баланың 1 саатлік әңгіліші дәрсіге барабар болады. Хуршида апайның баллары толым умақ һәм ақыллық балла болып, әр 1 саатлік дәрсіні шындақ яқшы үгініп алады. Мұш тәріқді бір нәтчі ел давамлаштырып, кейін мен Швейцарияға оқышқы кеткенден кейін қызым әр түрлік сәбәпләр түпәйлі пианино дәрсіні һәм өзі челіп мәшік қылышларыны ташлап қойған еді. Қызым Швейцарияға келіп, толықсыз отырыны яқшы оқып бүттіріп, толық отырға шыққанда, мәжбүри талындаған дәрс қатарда, яки рәсім дәрсі, яки музыка дәрсі таллаш мәжбүриет болды. Әр ikimiz ikkilenmeyle muzika dersini talladık. Bu kızım üçün burun öğrengen pianinoni qayta tepiveliş, qayta öğreniş fırsatı idi. Men üçün bolsa, bu yeni iqtisadi chiqimni hal qilish üçün ko'proq ishlash, texnik iqtisodchan bo'lishning bir sharti edi. Chunki haftada bir qitim boradigan 45 minutli 80 franklik shaxsiy pianino darsini uda 2 yil davomlashtirishdan boshqa bir pianino setib olish zarur edi. U vaqtda qizimga mening tushuntirishim hojatsiz bo'ldi. Chunki u o'z ko'rib turib Men başqalarga haftada 2 saat xanzurcha darsi yoki 3 saat fransuzcha darsi o'tgandala, qizimning 1 saatlik pianino darsining puli chiqadi. Shu tariqada har ikkimiz tang tirishib, 2 yildan keyin to'liq o'tirni bitirish dissertatsiyasini yaqlash vaqtim yetib keldi. Qizim maktab bitirish dissertatsiyasining temasini hislarimni muzikalarim bilan anglatay. Yani fransızca mes sentiments à travers ma musique deb qo'ygan bo'lib, o'zi ishlagan 4 parcha muzika orqali o'zining xo'shallik, qayg'uliq, umidsizlik va umidvorlikqa o'xshash hissiyotlarni ifodalagan edi. Dissertatsiya baholash hay'atidagi 3 professorning oldida qizim bu muzikalarni pianinoda tamkin o'rinlab, nihoyatda yuqori bahoga erishdi. To'liq o'tirni bitirganda qizimli emas, hatto o'qituvchilarimi qizimning muzika institutida o'qishini tashabbus qilgan bo'lsa-mu, men qat'iy qo'shilmagan edim. Qizim mening puterab turg'idek asoslarimga qoyil bo'lib, muzika institutida o'qishdan voz kechgan edi. Vaholanki, qizimning ana shu to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chaqlarda ishlagan muzikalari haqiqatan odamning yurak torlarini titirtadigan, xiyol kaptarlarini jiroqlarga uchirib aparalaydigan muvaffaqiyatli muzikalar edi.
yana texi bir necha uyg'urcha she'rlarni yezib, o'zi ishlagan muzikaga selib, naqshisini menga aytqizib, unga olgan edi. Mana hozir qizimning dal shu chaqlarda ishlagan muzikalardan tanlab o'ltiratdik. Muzikalarni anglag'ach, she'rlarni o'qib ko'ratdik. Nihoyat tezla dаңлық shoirimiz Tahir Talibning Sulaymon Guvoh degan she'riga mos keladigan bir muzikani tanlab oldik. Muzikaning ritmlari she'rga shu qadar mos kelgan ediki, xuddi saypong o'lchab kesib tikkan palto egisiga xo'p yarashqandek tuyulib ketdi. Bir necha qitim sinab ko'rib, rasmiy unga oldik. Ham oxirgi nusxasini untinsiz o'ltirib, anglab, tugaganda bir-birimizga qaradik. Her ikimizдің көзлері namlangan edi. 50 necha yillik hayotımda nihoyat kuchlik hayajonga to'lgan chog'larim oz bo'lmagan. Ammo oqshomqidek bir necha soat davom etgan bu xil tasvirligisiz shodlik qaynimida tunji qitim o'rkashlashim. Bu nima degan esil tuyg'u ha? Bugun bir kunim bir tarafdan ishlab, bir tarafdan o'ylab, to'liq jiddiy o'tgandek tuyuldi. Kechda qizim bilan putishgunimizdek, qizimning xotirasidagi boshqa she'rlarni qizim o'zi ishlagan muzikalar bilan qo'shib, yana unga olamiz. Ishonamanki, tilga olg'uchiligim yo'q bu zarracha mehnatimiz bizdan vaqtsiz ayrilgan marhum adiblarimiz. Va oramizda bor bo'lsin, lekin qalamlari sundirilib, yezish huquqidan mahrum qilingan al suyar yozuvchilarimizga bildirgan yuksak hurmatimizning ifodasi bo'lib qolgusi. Abdori Nuriya Rahman. Muzikasini Dilfuruz G'ani ishlagan. 2018-yil 28-oktyabr Janva.